18-19 oktyabrdagi aksiya mahsulotlarimiz. Qalin kombinezonlarimiz 95 ming so'm. Xitoy mahsuloti yomg'ir, qor o'tkazmaydi. Ichlari utyuplonniy, zamokli, knopkali qilib ishlangan kapishonkalari, cho'ntaklari bor. 3 oylikdan 12 oylikgacha bo'lgan bolajonlarimiz uchun har xil rang va modelda mavjud. Dvoykalarimiz 49 ming so'm. Materiali juda zo'r, qalingina, yuvsanglar ham hech narsa qilmaydi. Pasti rezinkali, orqasida kapishonkasi, oldida printi, o'zi bilan birga sumkasi ham bor. Trikoni rezinkasi yumshoq, razmeri 1 yoshdan 3 yoshgacha o'g'il va qiz farzandli uchun mos keladi. 125 milli troykalarimiz endi aksiyada 79 ming so'm. Bu troykalarimiz sizlar o'ylagandek yupqa emas, qalin variantda, yenglari manjetli, materiali qanaqaligini kameradan yetkazib berish qiyin. Trikosi belli qisib vormaydi, cho'ntaklari bor. Buni ustida kapishonali nimchasi ham bor. Razmeri modellariga qarab 1 yoshdan 5 yoshgacha o'g'il va qiz farzandli uchun juda ham ko'p xillari bor. Etiklarimiz 89 ming so'm. Razmerlari modellariga qarab 21 dan 31 gacha. Podushvalari balangina, tishli, qorda sirpanib ketmaydi. Ichlari mexli, sifati juda zo'r. Yoni zamokli, lipuchkali, oldida iplari bor. Toshli, bantikli xolasanglar, skromniy variantlardan ham bor. Sizlar uchun eng yaxshi sifatda trikolarimiz aksiyada 45 ming so'm. Xitoy mahsuloti sifati juda ham zo'r, rezinkasi bo'shab ketmaydi. Keng koreyskiy fasonda, printlari orqasida cho'ntagi ham bor. 2 yoshdan 6 yoshgacha o'g'il va qiz farzandli uchun. Naq 9 xil mahsulotimizni aksiyaga qo'yganmiz. Boshqa aksiya mahsulotlarimizni videosini ko'rish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va kuzatishda davom eting.